Eksperimentimizni 19-kuni bu ish bo'lmadi-da, uyda yotdim, yomg'ir, ertalab turdim, chiqdim, bordim. Sizga qarasam yomg'ir. Mana ko'ringlar. Qaytib keldim. Yotsam hozir fabrikadan telefon qildi. Srochniy 5 ta odam kerak bo'lib qoldi dedi. Nima gap desam, bitta fura bilan bitta tir, Suzuki o'xshagan mashina bor edi, o'shani bo'shatish kerak dedi. Videoni ko'rayotgan bo'lsalaring, chanta fabrikasiga ham borib turaman, so'mka fabrikasiga. Menimcha yo so'mka keladigan yoki ketadigan. O'zim uchun eksperiment qilyapman. 90 kunda mana shunaqa oddiy videolar bilan qancha natijaga erisha olaman degan. Sekiroyur. Ko'ramiz. To'g'risi men o'zimga ham qiziq bo'lyapti. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, podpiska qilinglar, kuzatib boringlar. Orzu-orzuligicha qolish kerak emas-ku.